Men mashina ichishni boshlagandan keyin benzin tashib ko'rganman. Birinchi sahar bo'lganda dada mashina ichsin deb ekipajkasini berib yuborgan. O'shini foydasini bilganimiz uchun keyin yana biz o'zimiz buyurtma qilganmiz-da. Yoshingiz nechida aka? 46. 46. Nimadan keyin xat rejalar bo'ldi? Toshkentga opam operatsiyaga yuborganmiz. Ha. O'sha operatsiyadan chiqqanda qo'rqib ketib, bittalab kelsa 26 ko'rsatgan. O'shanda bilgansiz. Oyog'im ishlamay qolgandi. Oyog'im ishlamay qolib, benzinga borganmiz. O'g'lim buni Koreyada mashina reklamachida bo'lib zakaz qilgan, shundan keyin yo'g'on bo'lib ketdi, o'lchami ham qo'ygan. O'zi qachon boshlangan bu sahar sizda? 1 yil to'g'ri bo'lgan. 1 yil to'g'ri. Ota-onalarda bormi? Yo'q. Ota-onalarda yo'q. Qo'rquv orqasidan bo'lgan. O'sha bilganingizdan keyin nimalar qildingiz? Hech bo'la qilmadim. Davol bir 20 milliondan davolandim, foydasi bo'lmadi, mashina ichib yuribdi. Insulinga o'tmagansiz. Tabletkalar ichmagansiz. Qanchadan beri ichasiz buni? Shu o'rganimdan beri. Yo'q, qancha oy bo'ldimi? Yo'q, Yil bo'ldimi? Necha yil bo'ldi? 1 yil cho'p bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Boshida ko'rganingizda o'zingiz ko'rganmisiz mahsulotda? Yo'q, buni qaynatam oyog'ini kestirib olgan sahar. Ne? Ashyodan televizorda ko'rib o'g'lim deyotgan. O'g'lim keyin Koreyadan zakaz qilib, birinchi partasini olib kelishga o'zimiz zakaz qilamiz. Boshida o'zingiz ishonchsizlik bo'ldimi mahsulotga nisbatan? Oldin ichganmisiz shunaqa narsalar olib? Yo'q. Ichmagansiz. Birinchi marta olib ichdingiz. Birinchi olganingizda necha kunda effekt bo'ldi? Necha oyda? Men mashina ichishni boshlagandan keyin benzin tashib ko'rganman. Bangisada shish boshlagansiz. Bangisaga olib klinikada. Shuni ichdim, keyin chiqib turib o'zimni o'zim hamma joyni olmaganlardan faqat mashina ichaman. Ketirli banka bor. Kech odamlar bor edi. Buni chaqirganim jo'ra. Lekin buni to'xtatib ko'rdim o'rtada bo'lmadi. Buni to'xtatsangiz chanqash ko'payib ketadi. Ha, to'xtatdi. Saharingizni nechidan nechigacha tushirib berdi? Sahrim buni 6-5. Nechidan? Eng baland 23dan oyog'im ishlamay qoldi. Даже Sharxonda Elyor bergan sahar bo'yicha nima bo'ldi ishlanmagan o'zi. Aka, ne может быть такого? Bo'lmagan narsa deydi, mashina tavsiya qilish uchun ishlayapman, mashina. Dieta qilasizmi hozir? Parhez? Yo'q. Qilmaysiz. Tabletka ham ichmaysiz. Insulinga o'tmagan ko'z tegmasi. Faqat shu choyni ichib. Lekin o'zimiz faqat mana choy ichib. Yaqinda Farg'onada konsert berdik, bormadingizmi? Yo'q, men uni bilmadim. Toshkentga borib ishlarim ko'p. Men 23 yildan beri Rossiyada endi keldim. Ay. Mana birini turishib qolib turib, va endi bo'laman. Ko'rish bo'lmasa, Даже buni o'rtada bilinib qoladi, ichmasam ko'p suv ichaman. Taxab ko'p. Nima ham bilmaydi. Xotinim aytadi, ko'p suv ichib azizki oxirgi partasidan zakaz qilganda ichmayapti dedim. 15 kuncha ichmasdan kuniga 11 litr suv, 12 litrga ichishim. Ro'za qanaqa qildingiz? Ro'zani 7 kun tutdim, keyin ko'nglim g'ashti ish bo'lib turibdi. Shunday tutaman, 7 kun tutdim. Lekin buni qaynatam 40 yildan beri sahar kesib tashladi. Mashina ichsa chanqamaydi. Hozir insulin olmayapti shekilli. Buni ichganingizdan keyin o'sha oyog'ingizdan tashqari, saharingizni tushirishdan tashqari nima holatlar kuzatildi? Qanday kuzatildi? Ertalab mashina ichsam hamma yo'lim zo'r bo'ladi-da, ertalab yurgan chiqaman. Zalga boraman. Hech ichmay qo'ygan bo'lsam, odamga nima qo'yadi? Mujmal qo'yadi. Demoqchi bo'lganim, shunaqa odamlar borda, ichish kerak, ichsa yaxshi bo'lishini biladi, ishona olmaydi. Yo'q, bu aniq narsa. 100%. Men o'zim bansada o'tib, bir kuniga 150 dollar qilib, oxir buni olib kelgandan keyin 3 kundan chiqib ketdik. Men buni birovga tavsiya qilib, reklama qilib, pullarni hech bo'lmagan kelaman. Просто o'g'rigan odam ishlab turib ichsa, bor foydasi. Natijasi. Ishtahani ham ochadi. Men umuman qizig'i yo'q, ham yo'q. Hozir uni bersam. Ovqatlanish, shariga yog'li yema, bo'lmagan narsa. Yuradi foydasi deyman. Chunki bansada o'tganimda 14 kun, 16 kun faqat nimaga qo'yib qo'yishim. Parhezga. Keyin chiqqanimda qizig'i yo'q, hamma yo'q.
Qaynasini nimasi bor? Sahar chiqib qoladi. İçincisi içmeli, ikincisi içmeli. Bu nasıl sizlere sahip onun da otası. Onların sahibi. Bir de neler ki kechqurun bitadigan mishlama qolsam shuni yo'q kelib opama sahra bor oshqozonni olib keladi. Aslında shuning o'lchadi o'zi ham qo'rqib ketdi. Savojni banislarda endi katta ekan o'zi. Uyga kelgandan apparatini olib keldi. Tashalardi. Yo'q, turibdi apparat turibdi, iynasi yo'q. Kunlik talab o'lchanmadi. 4,5 5 oldi. 4,5 5 oldi. Oxiri qadar o'lchanmadi. Yaxshi, sizga foydasi berdimi